Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, biz mana yangi obyektga keldik. Bu obyekt oldin ham santexnik ishi bo'lgan ekan, lekin sifatsiz santexniklar tufayli mana shu oqibatga kelib qolgan. Xullas sizlarga ko'rsataman nima bo'lganini. Mana shu uy общий darvoza bo'lsa, mana shu uy polniy stashkasi bitgan bo'lgan. Kafli ham bitgan bo'lgan. Kafl bo'laklari ham yotibdi. Xo'p, mana bu slift suvlarini, mana bu gazonni suvlarini, nimaki suvlarni bo'ladigan bo'lsa, hammasini santexnik akalarimiz qilib ketgan kanalizatsiyasini, lekin yaxshi qilmaganligi tufayli podvolga suv o'tib ketgan. O'shanga chaqirishdi. Boshqatdan qilib beryapmiz, xudo xolasa mana. Turbalarni tashlab, kilni tashladik mana. Oldi tomoniga endi tashlayapti bolalar. Bolalar kilni tashlayapti mana. Baquvvat qilib, xudo xolasa cho'tkilab qilib beryapmiz endi. Xudo xolasa unaqa muammo bo'lmaydi. Endi ko'rsataman sizlarga ishimizdan. Bu tomon bolalar tashlayapti mana. Hamma tomon cho'tki uklonda, joy-joyida. Mana. Bu yerda ham bolalar ishlayapti, xullas. Başta ishlab bo'lganmiz. Mana podvolga kirish. Mana podvolda ham teshganda perforator bilan yamamasdan shundaysiga turpo tashib ketib olishgan. Suv mana shu yerdan katta ehtimol bilan kirib ketgan. Hozir betonlab, xudo xolasa gidroizolyatsiya qilamiz. Suv kirmaydi. Mana ishimiz başta bitib qoldi. Xudo xolasa ertaga bitiramiz. Polni shu yerlar boshqatdan buzib tashlangan hammasini noldan. Mana. Bu yerdan hojatxona oldidan chiqib ketyapti suv. Kanalizatsiyani tegini cho'tkilab ukolonga olib stashga quydirganmiz. Uyga ko'rsatib qo'ying. Uyimiz ham normalniy.